Tefsiri Müyesser Maide Suresi A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Şübhisiz ki Allah İsrail evladıdın ibadatni Allah'a xolis qilish haqida mahkam ahd olgan va Musa alayhissalomni İsrail evladıning har bir qabilasidan ularga vakillik qilish va ulardan Allohga va uning payg'ambariga itoat qilish to'g'riliq va'da elish uchun 12 kishini tanlab chiqarishga buyurgan edi. Allah İsrail evladıga "Men sizlar bilan billadurman. Sizlarga yordam qilaman va nusrat ato qilaman. Agar sizlar namozni mukammal o'qisanglar, zakotni tegishlik bo'lgan kishilarga to'liq bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar, ularning so'zlariga ishonsanglar va ularga yordam bersanglar, mening yo'limda pul melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'qqa chiqaraman. Sizlarni albatta qasrlarining, dal-daraxtlarning ostidan o'sanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Sizlardan kimki bu ahdini inkor qiladigan, u albatta to'g'ri yo'ldan ezib, ozg'unlikqa tushib qolgan bo'ladi. Ashu Yahudilar va'dasini buzganligi uchun biz ularni rahmatimizdan yiroq qildik va dillarini iymonga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Allohning so'zi bo'lgan Tavrotni o'zgartib etdi. Ular o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Unuga amal qilmadi. Ey payg'ambar, Yahudilarning xiyonatchi ekanligini, va'daga xiloflik qiladiganligini bayqab turasan. Chunki ularning oz bir qismidan boshqa hammasi shu xiyonatkor ajdodlarning yo'lida mangadi. Sen ularning sana qilgan yomon muomalasini afu qilgan va kechirgin. Sheksizki Allah o'ziga yomonlik qilganlarni afu qilgan kishini do'st tutadi. O'zlarini İsa alayhissalomning ergashkuchilari da'vogan xristianlardanmi İsrail avlodidan olgandek payg'ambarga itoat qilish, uningga yordam qilish va uni qo'llab-quvvatlash haqida mahkam ahd olgan edik. Ammo ularmi xuddi Yahudilarga o'xshashlar o'z dinini o'zgartib etdi. Injilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutdi va amal qilmadi. Shunga ularning orsiga qiyomatga qadar davom qiladigan o'chmanlikni va dushmanlikni soldik. Qiyomat kuni Allah ularga barliq qilmishlarini bir-birlab aytib beradi va shuningga asosan ularni jazolaydi. Ey Yahudilardan va xristianlardan bo'lgan ahli kitob, Tavrot, Injil qatorliq kitoblaringlarda sizlar kishilardan yo'shirgan narsalarning nurg'unini sizlarga oshkora bayon qilib beradigan va nurg'unini foydasi bo'lmaganlikdan bayon qilmay o'tib ketadigan elchimiz Muhammad alayhissalom keldi. U haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan nur va ro'shan kitob bo'lgan Qur'on Karim bilan keldi. Allah bu ro'shan kitob orqali Allohning roziligini izlagan kishilarni nijotlik yo'llariga yetaklaydi. O'z irodasi bilan ularni kufrning qorong'uliklaridan iymonning yo'riqligiga chiqaradi va ularni haq dinga yetaklaydi. Allah Maryam o'g'li Masihdir da'vogan xristianlar haqiqatan kofir bo'ldi. Ey payg'ambar, ashu nadan xristianlarga aytqinki, agar Masih sizlar da'vo qilayotgandek rostli iloh bo'ladigan bo'lsa, o'ziga, onasiga va barliq insonlarga kelgan o'limni to'sib qoladigan bo'ladi. Masihning onasi Maryam o'ldi. Masih uningga kelgan ajalni to'sib qololmadi. Hatto o'ziga kelgan ajalni to'sib qololmaydi. Chunki u ikkisi beshiga kelgan halokatdan o'zini qo'g'dab qololmaydigan insonlarga o'xshashlar insondir. Mana bu Masih bilan onasi ikkisining boshqa insonlarga o'xshashlar inson ekanligining dalilidir.
Osmonlardagi, zimindagi va ularning orasidagi mavjudotning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan narsani yaratadi va paydo qiladi. U hamma narsaga qodirdir. Allahni bir bilishdan iborat tavhid aqidasi Allahning zotida, sifatlarida va jimi ishlarda yakka yagona ekanligiga chin ishonib, aqida qilish bilan amalga oshadi. Nurg'un kishilar xuddi xristianlar Iso alayhissalomni ilohlik darajasiga ko'tarib olgandek, payg'ambarlarni va solihlarni ulug'lashda haddidan oshirib etadi. Haqiqat shuki, bütün kainat bir Allah'ның ilkida bo'lib, kainatning ishlarini Allah o'zi yalg'iz boshqaradi. Atalmış qutuplar va avliyolarning qo'lidan hech qanday ish kelmaydi. Yahudilar va xristianlar biz Allah'ның o'g'illari va uning yaxshi ko'rgan kishilaridir dedi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, undaqda Allah nima uchun sizlarga gunohinglar tufaylidan azob qiladi? Agar sizlar Allah'ның yaxshi ko'rgan kishilari bo'lsanglar, Allah sizlarni hargiz azoblamagan bo'ladi. Chunki Allah faqat o'ziga itoat qilgan bandalarni yaxshi ko'radi. Aksicha, sizlarmi boshqa insonlarga o'xshashla Allah yaratgan inson. Yaxshi amal qilsanglar, uning mukofotini ko'rasizlar. Yaman ish qilsanglar, uning jazosini tetaysizlar. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi. Xohlagan odamga azob qiladi. Chunki Allah hammaning egisi bo'lib, o'zi xohlagancha tasarruf qiladi. Hamma Allohning dargohiga qaytadi. Shu chaqda bandalari orasida adolat bilan hukm chiqaradi. Har kimga qilgan yaxshi yomon amaliga yarasha mukofot yoki jazo beradi. Ey ahli kitob, sizlarning bizga xush xabar berguchi va ogohlantiruvchi kelmagan edi deb turolmasliginglar uchun Maryam o'g'li Isodan keyin payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda sizlarga haqiqatni, hidoyatni bayon qilib beradigan elchimiz Muhammad alayhissalom keldi. Sizlarga payg'ambar kelgandan keyin iymon etmaslikqa hech qanday o'zranglar qolmadi. Haqiqatan sizlarga Allah tarafidan iymon etganlarga jannat bilan xush xabar berguchi, iymondan bosh tortganlarni do'zax azobidan ogohlantiruvchi payg'ambar keldi. Allah osiy gunohkorlarni jazolashda va yaxshi mu'minlarni mukofotlashda hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida Musa alayhissalom qavmiga mundoq degan edi. Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Allah oranglardan nurg'un payg'ambarlarni borliqqa keltirgan, sizlarni Fir'avnning zulmidan qutuldirgandan keyin ishinglardan sizlarni boshqaradigan podshohlarni chiqargan. Jahon ahlidan hech kimga bermagan turli ne'matlarni sizlarga bergan edi. Ey qavmim, Allah sizlarga kirishni buyurgan muqaddas zamin Baytul Muqaddasga kiringlar. U joydagi kofirlarga qarshi urush qilinglar. Ular bilan urushdan qo'rqib orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. Ular, ey Musa, muqaddas zaminda nihoyat kuchli bir qavm bor. Ular bilan urushishga bizning kuchimiz yetmaydi. Ular chiqib ketmaguncha biz u yerga hargiz kirolmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa, cho'qim kiramiz, dedi. Allohdan qo'rqadiganlardan bo'lgan, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishdan iborat Allohning katta ne'matiga erishgan ikki odam Isroil avlodiga, oshu kuchli qavmga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Agar sizlar darvozdan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar sizlar Allohning payg'ambariga va u zot elib kelgan dinga iymon keltirgan,
islom shariatiga amal qiladigan haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohga tayininglar dedi. Musa alayhissalomning qavmi uningga: "Ey Musa, oshu kuchli qavm shu shaharda bo'ladi ekan, biz o shaharga hargiz kirmaymiz. Shunga sen Rabbing bilan billa berib, ikkinglar ular bilan urushinglar. Biz urush qilmay bu yerda o'ltirib turaylik" dedi. Bu Yahudilarning o'z payg'ambariga qilgan osiyligining ifodasidir. Musa Rabbiga iltijo qilib mundoq dedi: "Ey Rabbim, cheksizki men o'zimdan va qarindishimdan boshqasiga ega emasman. Biz bilan bu pos qavmning orasini ayirib Allah payg'ambari Musa alayhissalomga mundoq dedi: "Ashu Yahudilarning muqaddas zaminga kirishi 40 yilgacha cheklandi. Bu jarayonda ular zaminda adishib yuriydi. Ey Musa, Rabbining itoatidan chiqqan bu qavm uchun qayg'urmag'in. Ey payg'ambar, İsrail avlodiga Odam alayhissalomning Hobil va Qobil deb ataladigan ikki o'g'lining qissini aynan bayon qilib bergin. Bu haq xabardir. O'z vaqtida u ikkilan qurbonlik qilgan edi. Hobilning qabul bo'ldi, Qobilning qabul bo'lmadi. Chunki u taqvodir emas edi. Qobil Hobilga hasad qildi va uningga "Men seni cho'qim o'ltirman" dedi. Hobil uningga radiya berib, "Alloh faqat taqvodir bo'lgan kishilarning qurbonligini qabul qiladi" dedi. Hobil qarindishi Qobilga vaz nasihat qilib yana mundoq dedi: "Agar sen meni o'ltirish uchun menga qo'l uzatadigan bo'lsang, men seni o'ltirish uchun qo'l uzatmayman. Chunki men olamlarning Rabbi Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sening meni o'ltirganlik gunohingni va buningdan ilgirki gunohlaringni yurgan holda do'zax ahlidan bo'lishingni tilayman. Zolimlarning jazosi ana shudir." Nihoyat Qobilning nafsi xohishi o'z qarindishi Hobilni o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi-da, uni o'ltirib tashladi. Qobil shuning bilan o'zining oxiratligini dunyolik uchun setib etib, ziyon tortganlardan bo'ldi. Qobil o'z qarindishi Hobilni o'ltirgandan keyin uning jasadini qanday qilish to'g'riliq gangirab qoldi. Shuning bilan Alloh uningga qarindishning jasadini qanday ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'a avatdi. U qog'a Qobilga o'likni qanday ko'mishni o'rgatmoqchi bo'lib, bir o'lik qog'ini ko'mish uchun yerni qo'lavatdi. Qobil buni ko'rib ajablangan holda: "Voy esit, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'ichilikmi bo'lolmabdiman-ku" dedi. Va qarindishi Hobilning jasadini ko'mdi. Alloh uni hasrat nadomat qildirishi bilan jazoladi. U ziyon tortquchilardan bo'ldi. Shu qotillik jinoyati sababli Isroil avlodiga shunday qonun belgiladiki, kimki nohaq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida bozg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltirdigan, u butun insonlarni o'ltirgandek bo'ladi. Bu qotillikning jazosining Allohning dargohida intoyin ig'irligini ko'rsatadi. Kimki bir odamning hayotini qutqizib qolsa, u butun insonlarning hayotini qutqizgandek bo'ladi. Biror insonning hayotini saqlab qolish barliq insonlarning hayotini saqlab qolganlik bilan barobardir. Bizning payg'ambarlarimiz Isroil avlodiga o'zlari da'vat qilayotgan ilohiy da'vatning haq ekanligining o'p-ochiq dalillarini olib kelgan edi. Ularga payg'ambarlar kelgandan keyinmi yanala ularning to'lisi Alloh buyurgan ishlarni qilmay, u harom qilgan ishlarni qilib, yer yuzida haddidan ochquchilardan bo'ldi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi
Muhammed Yusuf Muhammed Tursun. Muharrir Abdurrahim Dövlet. Korrektor Abdulaziz Akxun. 2020 yanvar 1 neşri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammed Yusuf Muhammed Tursun. Muharrir Abdurrahim Dövlet. Korrektor Abdulaziz Akxun. 2020 yanvar 1 neşri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.